Hurmatli do'stlar, mana akam sochlarini ko'rib turibsizlar, tepasi juda ham to'kilib ketgan. Kepkada yuraverib, mana bosh qismi ham tepasi oqarib, bag'i boshqacha bo'lib ketgan. Hozir unga protez soch qo'yamiz. Natijasini o'zlaring ko'rasizlar. Yaqinroq kamerani olib keling, ko'rsating. Protezga tayyor qildik, tepa qismlarini olib, yonboshlarini kaltalab, ko'p kishi bu inson emas deydi. Do'stlari, mana hozir protez sochimizni qo'yamiz. Uzunligi qancha bo'ladi deydi. Mana bemalol o'zingiz xohlagan strижка qilsangiz bo'ladi. Mana tayyor holati, ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. O'zidan sochlariga tushgan ranglari ham o'zidan ranglariga mos.